Moskvada Range Rover Sportda yurish uchun nima ishlar qildingiz endi uka? Tanishinglar Rams Samarqandda necha yoshda edingiz? 30 yoshdaman. 30 yoshda. Moskvada nima ishlar qilasiz uka? Moskvada производством bor. Производство. Nima tikasizlar? Parda ishlab chiqaradigan seximiz bor. Endi istoriya qanday bo'ldi? Qayerdan keldingiz bu yoqqa? Men birinchi marta Rossiyaga kelganimda umuman planimda bo'lmagan. Bu yoqqa keldim. Mana shunaqa to'g'ri kelib qoldi. Bir joyga ishchi bo'lib ishladim. Ishchi bo'lib ishlab, полный производствоni hamma ishini o'rganib, oxirgi shu 5 yil ichida o'zim производство ochdim. O'zingiz tikuvchi ham bo'lib ishlagansiz, ha? Tikuvchi ham bo'lib ishlaganman. Hamma ishni o'zim qilganman boshida. Hozir nechta ishchingiz bor? 80 dan oshiq ishchimiz. 80 dan ortiq. Qayerda sotasizlar tovarlarni? Tovarlarni menda sellerlarga sotaman. Полный sellerlar bizdan olib tovarlarni olib ketadi. Bizdan olib, Xitoydan keladi, shunaqa optim olib marketplace'larda sotadi. Wildberries, Ozon, Yandex marketlarda. Savdolar yaxshimi? Оборотlar yaxshi bo'lyaptimi? Endi u sellerlar asosan kimlar? Ruskiylar, Asosan Tojikistonliklar. tojikistonliklar. O'zbeklar yo'qmi? O'zbeklar yo'q. Nimaga o'zbeklar yo'q o'rtoqlar? Shu mana Ramizdan tovar olib marketplace'larda savdo qilsa yordam berib yuborasizmi? Podeshka qilib, ha? Ana qarzga ham berasizmi, bermaysizmi? Yo'q, beraman. Lekin hali qarzga berar ekan deb ko'p odamlar yozib yuborishi mumkin. Men sizlarga aytaman, bu reklama emas. Biz Ramiz bilan endi tanishdik. Bu ham bizning sohamizda ekan o'rtoqlar. Shuning uchun bitta video qilyapmiz. Ramiz o'zini Instagram tarmog'ida o'zini bizneslarini ko'rsatib boradi. O'tinglar, obuna bo'linglar. Agar kuchli sellerlar bo'lsa ishlaysiz, ha? Kuchli sellerlar bo'lsa ishlayman. Оборот qancha bo'lishi kerak? Оборот oyiga 15 million bo'lsa, men juda zo'r uslubga qilib beraman. Bu videoga bitta like bosib, saqlanib qo'yinglar. Sababi bu bolani qaytib ko'rmasligingiz mumkin o'rtoqlar. Ishlaringizga omad, tanishganimdan xursandman.